İslamdaki aile tüzümü. 3. bölüm davamı. Talaq qilishning turlari. G'oyibning talaqi. Birov izdereksiz yo'qolib ketgan yoki 3 yillikdan ko'p muddatli turmaga qamilib qolsa, uning ayolining eri g'oyib bo'lgan yoki turmaga ilingan vaqtdan 1 yil keyinla uningdan ayrilish haqida mahkamaga arz sunish haqqi bor. Agar ayolning iddat to'shqichilik bo'lgan aralda homildor bo'lsa, tug'ib bo'lgacha, homildor bo'lmasa 3 qatim odat ko'rib poklanib bo'lgacha, eri qaytib kelsa yoki turmadan chiqsa, ayolni nikohsizla qaytarib ola oladi. Agar erining yo'qolib ketish biror uzr sababidan bo'lgan bo'lsa va ketgan yer aniq bo'lsa, masalan, ilm tahsil qilish, jihad qilish, haj qilish, tijorat qilish qatorliq ishlar uchun ketib qilib kelmagan bo'lsa, ayoli uningdan ayrilish haqida arz sunolmaydi. Mahkamami ayirib etmaydi. Chunki bu holda mundaq kishining ketgan yeri o'zining mavjud ekanligi aniq bo'lgan bo'ldi. Shunga uningdan talqini olmay turib ayrilanmaydi. Misr va Suriyaning mahkam shariylari mo mushundaq ish ko'rmoqda. Ayol erining xatini olmasdan yotliq bo'lmaydi. Kunimizda aloqalash qurollari mo taraq qildi. Shunga ayol xat orqali, telefon orqali yoki adresini bilmasa, boshqalarning vasitasi orqali eri bilan xabarlasha oladi. Agar eri tez kelmaydigan holatda bo'lsa, uningdan talqini so'raydi. Ruxsat xatini bersa, uningdan nikohdan chiqqan bo'ldi va yotliq bo'la oladi. Erlari ichkiriga yoki chet ellarga tijorat qilg'ili ketib qilib, qaytib kelmagan ayollarmi shunda xabarlashish kerak. Ularning xatini olmay turib to'y qilmaslik lozim. Erning ayolni uzun vaqt tashlab ketmasligi lozim. Erlermi ayollarini uzun muddatli tashlab qo'yib ketib qolmaslik lozim. Tijorat qilish yoki ilm tahsil qilish yoki xizmat sababi bilan yiroqlarga ketib qolganda ayollarini oylab tashlab o'tmasligi. Imkoniyatning yetishicha ko'rib turish lozim. Ayolni, bolalarini qiyinchilikda qo'ymaslik uchun ularni barliq chiqimlarini hozirlab berish pazdir. Chunki er o'lmagan muddatcha ayolning chiqimlarini qilishdan bosh tortolmaydi. Saudi Arabistonning katta o'limalaridan Allama Abdullah ibn Abdurrahman ibn Jibrin eri safar ketib qolsa, uning uydagi iqtisodini ayol so'ramasdan xarajat qilsa bo'lamdi degan savolga javob berib, mundaq degan: Eri ketib qilib, ayoli va bolalari pulga hojat bo'lib qolgan sharoitda, ayol erining mayli uyda saqlagan puldan bo'lsin, mayli bankit qo'ygan puldan bo'lsin, hojati yetarlikni olib chiqib qilsa bo'ldi. Chunki erning ayoliga, bolalarga chiqim qilishi farzdir. Allah Taala mundaq degan: Atalar analarını qayda bo'yicha yemek-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Baxilning talaqi. Birov ayolning holidan xabar olmay, uning kiyim-kechak, yemek-ichmak, boshqa ehtiyojlarini hech qamdamay yoki uni qo'yib bermay azoblasa, qanday qilish kerak? Halbuki ayolning butun chiqimlarini ko'tarish erning burchidir. Shafiy, Maliki, Hanbali mazhablariga ko'ra bu ikkisining orasini ayirib etish kerak. Allah Taala mundaq deydi: Haqsizlik qilib, ularga ziyon yetkazish uchun ularni tutib olmanglar. Ayolni uning ehtiyojlarini qamdab bermasdan yoki qo'yib etmasdan tutib olish uningga qattiq ziyon yetkazganlikdir. Hanafi mazhabiga ko'ra, ayolning ehtiyojini qamdab bermadi debla ularning orasini ayirib etmaslik kerak. Balki er qiyinchilikda bo'lgan sabab bilan qamday olmagan bo'lishi mumkin. Agar u qo'lida bor turib chiqim qilmagan bo'lsa, u zolimdir. Lekin bundaq zulmni taloq bilan hal qilishga bo'lmaydi. Uni boshqa chora bilan, masalan, uning mol dunyosini, ayolning ehtiyojini hal qilish uchun majbur sotqizish yoki uni boshqa jazolar bilan tahdid qilish orqali hal qilish kerak. Islom davlatlari qadimda Hanafi mazhabiga ko'ra ish ko'ratdi. Ammo hozirgi mahkam shariylar yuqorqi 3 mazhabning ra'yi bo'yicha ish ko'rmoqda. O bo'lsa-mu, ayolni azobdan qutuldirish va uning ehtiyoj sababi bilan buzilib, yomon yo'lga kirib ketishning oldini olish uchun agar ayoli ajrashishni talab qilsa, bularning orasini ayirib etishdir. Shart bilan taloq qilish. Shart bilan taloq qilish ayoliga, agar sen ananing uyiga borsang, sen taloq yoki paloni kelsa, sen taloq deyish yoki uningdan boshqa taloq ishini qanday bir shartga bog'lash demakdir. Shart bilan taloq qilish ayollarni boshqara olmaydigan yoki ularni gapiga kirgiza olmaydigan abga, ahmaq, jahil va qaloq odamlarning qo'llanadigan taloq bo'lsa kerak. Bundaq taloq shariatning amalga oshishi bilan tangli tushidi. Ya'ni eri aytgan shart amalga oshgan hamon ayol uningdan taloq bo'lib ketadi. Bu ko'p sonliq o'limalar, mashhur 4 mazhab peshvolarining ra'yi.
Ba'zi olimlar mundaq taloqni tushmaydi deb qaraydi. Chunki shart bilan taloq qilish islom ko'rsatmasiga xilof bir ish. Mundaq ish yurgizilmaydi. Ammo Allama ibn Taymiyaning ra'yiga ko'ra, shart bilan qilingan taloqni qasamga o'xshatib, shart agar amalga oshsa, eri bu ahmoqlik uchun qasamni buzganning kafarati moddiy jazosi bo'yicha moddiy jazo to'lash tegishli bo'ladi. Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha qasamini buzgan odam uning kafarati uchun oilasiga beradigan o'rta darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirdi. Yoki 10 miskinga ularning badanini yepib turg'idek bir qurdan kiyim beradi. Bundaq qilishqa kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutadi. Hozirgi ulamolarning ko'p sonligi Ibn Taymiyaning bu ra'yini to'g'ri topgan. Murtad bo'lish bilan nikohning buzilishi. Murtad musulmonlikdan yinib kafir bo'lgan kishi demakdir. Allah Taalaga yoki uning payg'ambarlaridan birasiga yoki Qur'on va ishonchli hadislar bilan belgilangan aqida imonga munosabatli masalalarning birasini oshkor inkor qilib, musulmonlikdan yinib olgan odam murtad deyildi. Er yoki ayol ikkisining biri murtad bo'lish bilan ularning o'rtasidagi nikoh buzildi. Murtad bo'lgan kishi gunohiga tavba qilib, qayta iymon etgandan keyin ayolni qayta nikoh bilan qaytara oladi. Murtad bo'lgan ayolmi shunday qiladi. Badallik taloq. Badallik taloq ayolning erining qaysi bir tarafini yoqtirmaganligi yoki uning bilan baxtlik bo'lishga ko'z yetmaganlik sababdan eridan ajrashishni talab qilib, uning so'zini eriga berganning badaliga ma'lum miqdorda pul mol berish deganlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: Ya'ni ayollaringlarga bergandan ajrish asnosida bir narsa qaytarilish sizlarga halol bo'lmaydi. Faqat ular Allohning belgilamalariga rioya qilolmasligidan qo'rqsa, bu boshqa ahvoldir. Agar ayol ikkisining Allohning belgilamalariga rioya qilolmasligidan qo'rqsanglar, ayolning taloq xatini olish maqsadida eriga mol berganligi uchun u ikkisiga gunoh bo'lmaydi. Ayoldan olsa halol bo'ladigan miqdor erning nikohda bergan mahrdan eshib ketmasligi shartdir. Ayoldan buningdan ko'p mol dunyo talab qilgan haromxo'r erdir. Allah Taala Qur'on Karimda erlarga qaratib mundaq degan: Ya'ni sizlar ularga bergan mehrdan bir qismini yo'li bilish uchun ularga bisim ishlatmanglar. Ayollar taloq xatini talab qilganda erlarning ularni mol dunyosini berishga qistash huquqi yo'q. Bundaq qilganda kishi qattiq gunohkor bo'ldi. Ayol o'z rozilik bilan o'zi xohlab mol dunyo bersa, uni qabul qilsa bo'ladi. Ayolning so'zini bermasdan mol dunyo berishga qistash bakmi nomardlikdir. Bundaq olgan mol dunyo shaksiz haromdir. Buni vijdonli kishilar qilmaydi. Taloqdan keyingi haq-huquqlar. Taloqdan keyin erning ustiga tuvandagi haqlarni ado qilish belgilandi. 1. Ayolning qilib qolgan mahrini berish. Ayollik turmushning boshlanishi bo'lgan nikohda ayolga berish uchun erning ustiga belgilangan mahrini texib bermagan bo'lsa yoki yerimini berib yerimini bermagan bo'lsa, taloqdan keyinla uni ayoliga to'liq berib, uni rozi qilish erning ustidagi haqlarning biridir. 2. Nafiqa. Taloq qilingan ayol iddatdan chiqib paklanganға, ig'ir oyoq bo'lsa bolasini tuqqan qadar uning barliq ehtiyojlarini erining uyida qandaq turmush saviyasida yashagan bo'lsa, shu turmush saviyasidan kam qilmasdan yemak-ichmak, kiyim-kechak, doktor ko'rinish chiqimi, qatnash chiqimi deganga o'xshash kerakli chiqimlarning hammani tal qilib to'liq qamdab berish erning ustiga farzdir. Allah Taala Qur'on Karimda, ya'ni taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. Bu Allohdan qo'rqadiganlarning o'tash tegishlik majburiyatidir degan. Bu haqni ado qilishdan qat'iy bosh torta olmaydi. Bu haqni ado qilish jarayonida nuqsonlik sodir qilsa, Alloh taolaning oldida ayolning haqqini yo'qolganlik sababli og'ir gunohkor bo'ladi. 3. Bolalarning chiqimi. Qaysi turdagi taloq bilan bo'lmasin, taloq bo'lib eridan ayrilgan ayol agar og'ir oyoq bo'lsa, uning bolasi tug'ilgandan keyin bolaning chiqimini eqiyotgan odat bo'yicha kam qilmasdan berib ado qilish. Holdan hamisha xabar olib turish. Ayol yotliq bo'lgan qadar bolasi yuzasidan ayolning holdan xabar olib turish dada bo'lg'uchining ustiga qarzdir. Ya'ni
Qur'on Karimda analar balalarni emitish muddida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitish lozim. Atalar analarni qoida bo'yicha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qilib taklif qilindi. Anani balasi sababli ziyon tatqizmaslik lozim. Agar ata o'lib ketsa, uning varisi ataga o'xshash mas'uliyatni yana ana bo'lg'ichiga nafiq berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak deb belgilangan. Buvoqlarni emitganlik haqqi. Eridan ajrashgan ayol shu eridan bo'lgan balasini emitganlik uchun balaning dadasidan haq talab qilish huquqi ega. Agar balaning onasi o'zining buvoqini emitganlik uchun balaning dadasidan haq talab qilsa, uni ado qilish dadaning ustiga yuklandi. Shundaqla agar balaning onasi uni emitishni xohlamasa, dada balani boshqa bir ayolga emitkizib haqqini to'laydi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Agar ular sizlar uchun balalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqani asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelisholmasanglar, uni boshqa bir ayol emitsin. Iddati to'shmagan ayolning erning uyida o'ldirish haqqi bor. Bir taloq qilingan ayol iddat to'shib poklangacha erining uyida turish huquqiga ega. Ayolni taloq qilib uning iddat to'shmaguncha uni uydan qo'g'ilgan kishi Alloh taoloning oldida gunohkor bo'ladi. Ammo ayol o'zi turishdan xohlamasdan ota-onasining uyiga ketib qolsa, bu ayolning iddatdan chiqishchilik bo'lgan arliqdagi nafiqasi erning zimmasida bo'ldi. Shuningdek, ayol agar o'zi uchun boshqa uy kirolab o'tirsa, uning kirosini to'lash erning ustiga belgilandi. Ammo 3 taloq qilingan ayolning eri bilan bir uyda turishi to'g'ri emas. Chunki bu ikkisi 3 taloqdan keyin yotlarga aylanib qoldi. Shunga bundaq ayol ayrim uyda yoki ota-onasining uyida turdi. Uyning va ayolning butun chiqimlarini uning iddati to'shgan qadar eri to'laydi. Agar ayolning tegishli nafiqasini bermasa, ayolning haqqini yegan bo'lib, Alloh taolaning oldida qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deb ta'lim bergan: Ularni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joyinglarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Ularni tanglikda qoldirib chiqib ketishga majburlash orqali ularga ziyon yetkazmanglar. Agar ular homildor bo'lsa, bo'shangan qadar ularni ta'minlanglar. Ayolning iddat tutishi. Taloqdan keyin ayolning iddat tutishi belgilandi. Iddat ajrashgan ayolning erining zimmasidan chiqib ketguniga qadar bo'lgan mezgil demakdir. Taloq qilingan ayolga iddat tutish lozim keldi. İddat tövəndikiç buldu. 1. Adet gördüğün ayalının iddeti 3 paklık, yani eri talaq qılğandan keyin 3 qitim adet görüp, onundan 3 qitim paklanish arqılıq iddatdan chiqidi. Bu vaqtda o erining zimmasidan chiqqan bo'ladi. 2. Adet ko'rmaydigan ayalning iddeti 3 oydir. Yani adet ko'rishdan üzülüp qolgan ayallarning iddeti erlardan ayrilgandan boshlab to'liq 3 oy bo'ldi. 3. Hamildor ayolning iddati balasi tug'ilgandan qadar bo'lib, hamildor ayol balasini tug'ib bo'lib, tug'utining qinidan poklangandan keyin iddatdan chiqqan bo'ladi. 4. Eri o'lib ketgan ayolning iddati 4 oy 10 kundir. Agar bu ayol hamildor bo'lsa, uning iddati balasini tuqqan qadar bo'ladi. Birov bir ayol bilan nikohlanib, uning yaqinchilik qilmasdan yoki uning bilan yolg'iz qolmasdan ayrilib ketgan bo'lsa yoki o'lib ketgan bo'lsa, hayot qolgan bu ayol uchun iddat tutish lozim kelmaydi. Ayolning iddatdan chiqqanligi uning yotliq bo'lishining joiz ekanligiga ishoratdir. Iddatdan chiqmagan ayolga nikoh tushmaydi. Zina qilgan ayol erga tegish uchun iddat tutish kerakmi? Boshqasi bilan zina qilgan ayolning boshqa biriga nikohlanish uchun iddat tutishi, ya'ni 3 qitim hayz ko'rib poklangan bo'lishi masalasida islom ulamolari ixtiloflashgan. Bu masalada eng to'g'ri deb qaraydiganimiz Hanafi, Shafiy va Savri mazhablarining zina qilgan ayolning zinodan og'ir oyoq bo'lib qolgan taqdirdami iddat tutish lozim emas degan ko'z qarashdir. Bu Abu Bakri, Ömer Ali qatorliq katta xaliflarning rayidir. Chunki iddat tutish nasabi olishib ketishdan qo'g'dash yuzasidan ayolning bolayotqisini tozalashdan iboratdir. Ayolning og'ir oyoq yoki emasligi uning iddat tutish bilan o'ttirg'i chiqadi. Shunga erdan ajrashgan ayolning iddat tutishi farz, ammo zinadan iddat tutilmaydi.